Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Yana Meravoy Aboydamiz. Bu safargi videolarimiz aboylar haqida bo'ladi. Aboylarda ishonavering yorvorjonlari bor ekan. Mana yana ukamiz Abdullajon, keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Bu safar endi bizga aboylar to'g'risida ma'lumot bersiz ukajon. Xo'p, aboylarimiz bu tomonda rossiyskiy birinchi- hammalari. Ha. Hammasi rossiyskiy bo'ladi. Bular endi Atachento modellarimiz. Atachento modellar ekan shekilli, menimcha. Bularimiz rossiyskiy super mo'sh aboyimiz. Super mo'shi degan aboy bu. Yuvsa bo'laveradi bemalol. Yuvsa bemalol bo'laveradi. Mana hammasi bitta o'sha nima deydi, Atachentolik nima svetlarda bular. Ko'proq misol odamlar aytadiki, chok qolmasin, misol o'zimiz ham yasab beraveradigan holatda bo'lsin deydigan bo'lsa, nima maslahat berasiz? Mana tepadagi qatordan foydalangan yaxshimi yo mana narsalardan pastdagi qatorlardan foydalangan yaxshimi? O'zim yopishtirib beraman deydi-ku, misol devorga kelayini surkab tekizlab oldim desa, misol bir xilga yasab qo'yishga oson nimalar bo'ladi-ku, aboylar bo'ladi-ku. Hurmatli obunachilar, Abdullajonda chiqib qolibdi. Bag'ini endi o'zimiz olaveramiz. Xo'p, Atachentoli aboylar ekan bular. Aytib o'tdik. O'zi asli bular rossiyskiy ekan. Xitoyi ham bor ekan. Xo'p, Xitoyi 150 ming so'mdan ekan. Bu o'sha rossiyaligini hisobiga 200 mingdan 250 minggacha sotilayotgan aboylar turkumiga kirar ekan. Bular yana bir xillari, xil ko'rinishdagi mana gulli modellari ham o'sha 250 mingdan ekan bularmi? Ha? 250 ming so'mdan o'sha 200 minggacha bo'lgan aboylar ekan. Hop, Atachentoli aboylarning davomi, misol buni devorga yopishtirilgandan keyin ikki xil ko'rinish beradi. Bu tomondan boshqacha, bu tomondan boshqacha bo'lib ko'rinadigan aboylar turkumiga kiradi. Kimdir misol choki kamroq bo'lsin, bilinmaydigan bo'lsin desa, mana undan qo'ysa yaxshi bo'ladi. Yo'q, men choklarni chiqarib fantaziya qilaman deganlar uchun mana fasondagi aboylar juda chiroyli chiqadi. Bu ham o'sha Atachentoni turlaridan 200 mingdan 250 minggacha bo'lgan aboylar. Hop, bu aboylarimiz yana qaytarib o'tamiz, rossiyskiy aboylar. Xitoynikiga nima bo'lib qolmanglar, chalg'ib qolmanglar. 150 ming, 100 ming desa chalg'ib qolmanglar. Mana uni bu aboyni olsangiz ko'proq sizga xizmat qiladi. Ko'proq bemalol ko'p yillab aboy qilmaysiz. Aboy qilishingizda bitta qulayligi shundaki, 3 yil, 4 yil qayta remont qilmaysiz, uyingizni remont qilmaysiz. Bemalol misol keyingi yiliga bir qator yuvasiz. O'sha aboylar bular. Bemalol yuvib chiroyli holatda turaveradi. Xo'p, mana uni nomini nima deydi? Bular Marakanskiy aboylar deb atalar ekan. Bularda ham narxi 200 mingdan 250 minggacha bo'lgan aboylar hisoblanar ekan. Endi narxi deyarli yaqin-u, turkumini ko'pligidan, assortimenti ko'pligidan ko'rsatib o'tyapmiz. Xo'p, men однотонный qilaman deganlar uchun ham bor. Ko'proq bolalarda, ofisli joylarga juda chiroyli aytadi. Mishkabina aboylar. Mishkabina aboylar. Obyomi katta joy bo'lgan joylarga ham chiroyli chiqadi, ochiladi. Chiroyli chiqadi. Chiroyli chiqadi. Xo'p. Bundan tashqari shu aboyimiz davomida mana nomi nima edi, Azizbek? Bular ham shu high-tech bo'ladi. High-tech usulida yangi o'sha zamonaviy chiqayotgan high-tech usulidagi aboylar hisoblanar ekan. Bularimiz ham narxi o'sha 250 mingdan 200 minggacha bo'lgan. Bular o'sha flizling aboy bo'ladi, qog'oz aralashmagan bo'ladi. Qog'oz aralashmagan. Vinil ketadi. Vinil ketadi. Shu tarafga bular mustahkamroq. Mustahkamroq bo'ladi. O'sha boya aytgan gapimiz, bemalol o'sha 4 yilgacha, 5 yilgacha misol remont qilmaysiz, yuvasiz, bu tamom shu. Xo'p, bu aboylarimizning narxi bir qator aytib o'tilsa, bu ham xuddi o'sha rossiyskiydan, Bular ham xuddi o'shalar. O'shani davom ekan. Deyarli videoni misol bir qator bunday tushuntirib o'ting, ko'rsatib qo'ying operator. Buni o'sha ko'rib turganlaring barchasi o'sha 200 mingdan 250 minggacha bo'lgan aboylar ekan. Bu tarafimizda sal arzonroq bo'lgan aboylarimiz bular. Bular hozir aksiya narxiga tushib ketgan. 80 mingdan 100 minggacha bo'lgan aboylarimiz bular. 80 mingdan 100 minggacha. O'zi asli 150 ming, 180 ming sotilgan aboylar. Hozir aksiya qilishib, o'sha 80 ming, 100 ming, o'sha 85 minggacha aksiya qilib qo'yilgan. Bir qator ko'rsatib qo'ysangiz, bu haqiqat bu 3D'si ham boshqacha ko'rinadigan aboylar ekan, manzarali aboylarni, Bular dekor fon qilib yopishtirsak. Dekor fon qilib, o'sha fonlarga ham juda chiroyli chiqar ekan. Mana ko'rishlaring mumkin mana. Fonga ham juda chiroyli chiqar ekan. Bu tarafimizda bolalar uchun bo'lgan aboylarimiz ham bor ekan-a? Bolalarga aboylar ular. Aboylar. Multfilm qahramonlari. Multfilm qahramonlari, har xil aboylar. Bular aboylarimizning narxi necha puldan? Xo'p, multfilm qahramonlari Mickey Mouse, Madagaskarlarimiz 350 mingdan. 350 mingdan. Sababi bularda litsenziyasini sotib olib chiqaradi, shuning uchun juda qimmatroq hisoblanadi. Qimmatroq chiqadi bular. Qolgan kapalili, kartali misol
kosmos aboylarimiz bular 250 ming so'mdan. Tepadagi misol kapali, bulutcha, misol mana bu karuselliklarimiz Xitoyda aboylari 150 ming so'mdan. 150 ming so'mdan. Bitta narsani eslatib o'tamiz. Aboylarni, rangli aboylarni, bir-biriga moslaydigan aboylarni olishlikda seriya raqami bo'ladi. O'sha seriya raqamiga ahamiyat berib olishlarini so'raymiz. Nimaga desangiz, mana bu rangga misol ikki xil bo'lib qolishi mumkin. O'rnatishda xatoliklarga yo'l qo'yib qo'yishi mumkin. Chunki hali seriya raqamiga qarab olsangiz qulay bo'ladi. Seriya raqamlikni bir qator Azbek aka nimasi bormi? Nomerini hali ko'rib olinsa, Formatdan ko'raylik. Mana bu yerlarda nomerlari, partiya, seriya hammasini yozgan bo'ladi. Shularni bir xil qilib olishimiz kerak. Shunda mana bu ranglari bir xil tushadi. Bir xil tushadi. Shu yerda o'zgarish bo'lib qolsa, aboyda ham qayerdadir o'sha o'zgarish bo'ladi. Yaltirog'idami, rangidami to'g'ri kelmay qolishi mumkin. Juda nozik masalalar uchun aytib o'tilyapti. Ustalarimiz e'tibor qo'yish kerak. Ustalarga e'tibor berishini so'rab qolamiz. Nimaga siz o'sha xaridorni mijozni ancha cho'ntagiga zarar bo'lib qolishi mumkin. Xo'p, bu aboylarimiz qanaqa zakazli aboylar? Foto aboylar. Foto aboylar bo'ladi. Bular bitta razmerda chiqadigan aboylar bo'ladi. Misol 2 ga 3, 3 ga 3, 4 ga 3. Bular o'sha klient o'zini razmerini aytadi. O'shanga moslab chiqarib beradi. Moslab chiqarilaveradi. Ha, bu zakaznoy, ha? Zakaznoy bo'ladi. Ha, deylik, mana Ka'bani nimasini rangini chiqarib beradigan, razmeriga qo'yib beriladi. Ka'bani razmeriga qo'yib berilar ekan, mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu sahna, mana bu dengiz rasmi deydigan bo'lsa, shunaqangi qilib chiqarilaverar ekanda shaharlarga. Qaysi rasm bo'lsa chiqarib. Qaysi rasm bo'lsa chiqarib beradigan razmerda aytilsa bo'ladi. Aboylardan ekan. Bu ko'proq zakaz qilib, murojaat qilsalaring, aytib chiqarib berishaveradi. Xo'p, bundan tashqari bu tomonga o'tinglar. Mana ikki o'tsin. Xo'p, bu tomondagi aboylarimiz Azbek aka narxlari Xitoyda ishlab chiqarilgan. Xitoyga ishlab chiqarilgan. Bular narxi Xitoy olaman deganlar uchun yengilroq bu. Narxi yengilroq. Yengilroq olaman deganlarga Xitoy aboylarimiz. Bularning narxlari 180 ming, 180 ming, 160 ming, 150 minggacha tushadi. 150 minggacha tushadi. Hozir Xitoyda shunday bo'lyaptiki, Xitoyda bir 10 xil variant aboyi bor. Narxi ham shunga qarab ketadi. Shunga qarab ketadi. Kachествоsi o'sha narxiga qarab belgilanaveradi. Bular o'sha sal kachествоsi yaxshiroqlari. Bularda 100 mingligi bor, 120 mingligi bor. Ulardan emas, ular sal yaxshiroq qilib ishlaganlari. Yaxshiroq qilib usta akalarimiz biladi, yopishtirayotganda sal qiyinchiliklar uchrayapti, arzonlarda bular sal o'sha sifati yaxshilanganlari. Chokida muammo bo'lmayotgan. O'sha Xitoyga zakaz berib, yaxshi chiqarib bering deganlar uchun chiqarilgan aboy ekan. Bir qator bu aboylarda ustalar bilan maslahatlashib olgan ma'qulroq deb o'ylayman. Yoki bo'lmasa o'sha savdogar akalarimizni o'zlaridan maslahat qilib olinsa, ko'proq manfaatliroq bo'ladi. Endi hozir Xitoynikini sal arzonroqini olib qo'yishlaring ham mumkin. Hali sifati yaxshi chiqmay qolishi mumkin. Azbek aka boya aytib o'tdingiz, rasprodaja ham qilib qo'ygan aboylarimiz bor edi. O'sha haqida ham biroz ma'lumot bersak. Xo'p, rasprodaja aboylarimiz bular birinchi standartlar hisoblanadi. Ya'ni 53 santimetr bo'ladi. Birinchi standartlarimiz shu 53lik bo'lgan. 15 metrlik bular. Misol metr umumiy uzunligi, uzunligi 15 metr bo'lgan bularda. Va 10 metrliklari. 10 metrliklar. Hozir shu 70 ming, 80 ming, boringki 100 minggacha topsa bo'ladi shuning ichida. Topsa bo'laveradi. 150 ming, 180 minggacha sotilgan paytida. O'z vaqtida o'sha 180 ming sotilgan aboylar aksiyada ketyapti hozir. 100 ming, даже o'sha 90 minggacha ham bemalol topib berishaverar ekan. Kimgadir bu narsa ham yoqadi. Shuning uchun hali ma'qul kelib qolishi mumkin deb bir qator sizlar uchun video qilib qo'yilyapti. Hurmatli obunachilar, bizni kuzatishda davom etinglar. Yana qanaqangi narsalar haqida obzor qilaylik, reklama qilaylik, kommentariyada fikrlaringizni kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.